Bugun yana bitta qulay narxdagi kompyuterni ko'ramiz. Counter 2 ni ham o'rtacha 150 FPS da o'ynasa bo'ladi, lekin 120 dan ko'p kerak emas. Nimaga deysizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar buni sababini bilib olasizlar. Bugun meni yonimda shunaqangi chiroyli ixcham keysga yig'ilgan va Sergeyga yuborgan kompyuterni obzorini ko'rib chiqamiz. Kelinglar, texnik xususiyatlarga birdaniga to'xtalib ketishdan oldin bu kompyuter bilan nima ish qilsak bo'ladi. Birinchi galda ishdan kelgan paytida bemalol 120 FPS Counter 2 o'ynamoqchi bo'lsanglar, mazza qilib o'ynashinglar mumkin. 120 kamlik qilmaydimi deb biz 3 mashta Counter o'ynadik-da. O'zi 300 Hz da o'ynab beradigan bitta bolani mana shu kompyuterga o'tkazdim. 300 Hz monitor ham ulab berdim, sezilmasligi uchun va ana FPS ko'rsatadigan nastroykasini o'chirib qo'ydim. U shunaqa o'yin zo'r o'ynayapti. Bildimki 120 FPS bilan ham ancha-muncha yaxshi o'ynasa bo'lar ekan. Ya'ni 300 FPS da o'ynash endi u professional bo'lmoqchi bo'lganligi kerak bo'lishi mumkin. Lekin o'sha kundalik hayotda o'ynashinglar o'zi 120 ham yetib ortar ekan. Hatto o'ziga yetmadim ham test qilib ko'rdim. Shunchaki unga yetmasdan balki bu videoni ko'rayotgandir, ko'rmayotgandir. Xullas, mayli. Nimaga 120 deyotganimiz sababi bizda mining video karta qo'yilgan P106 deb nomlangan, ya'ni GTX 1066 gigalik video kartani analogi hisoblanadi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri video kartaga ulab bo'lmaydi. Plata orqali monitor ulaganimiz uchun bu plata bizda maksimum 120 FPS bera oladi. O'zi kompyuter 150-170 atrofida o'ynay oladi. Buni real testini ham sal turib ko'rasizlar. Kelinglar. Ana endi texnik xususiyatlarga to'xtalib ketamiz. Prosessor bizda i3 10-avlod 10100 prosessor hisoblanadi. Uni platasi esa TG510 DDR4 operativga yetgancha boyagi prosessorimiz video kartani olib tashlanglar, ishlatsanglar bo'ladi. Sababi 10100 bo'lgani uchun o'zini встроенный video kartasiga ham ega. Undan keyingisi bizda shu prosessorni sovutishga kuchi yetib ortadigan shunaqa chiroyli RGB podsvetkali kullar ham qo'yilgan. Yetgancha mana shunaqa videolarimizga nuqul komment yozib ketishadi. Aka, bu BUdan yig'ilganmi, yangidanmi yoki deb. Bilinglar, hozir 2026-yilda eng topsa bo'ladigani 12-avlod yangisini topsanglar bo'ladi. Qolgan bundan barchasi undan pastda, ya'ni BU zapchasta hisoblanadi. Endi o'tda yengisi qolib ketib kimdir yig'ayotgan bo'lmasa, o'zi ko'pi 12-avlodda hamma pasti 10, 11, 9, 8 bo'ladi. 2026-yil holatiga ko'ra bu barchasi BU zapchastdan yig'ilgan zborkalar hisoblanadi. Bu zborka ham xuddi shunaqa. Xo'p, tezkor xotiramiz operativka 8 dan 2 ta, ya'ni umumiy 16 GB DDR4 2400 MHz da ishlovchi tezkor xotira. Doimiy xotiramiz ham C disk bor, ham D disk bor. C disk uchun Bori deb nomlangan 256 GB hajmdagi SSD o'rnatilgan bo'lsa, D disk uchun qattiq disk, ya'ni HDD Toshibadan 500 GB li shu soatda 3-6 gigabit sekundda ishlaydigan qattiq disk o'rnatilgan. Video kartamiz boyagi aytganimiz singari Galaxy brendiga tegishli P106 GTX 1066 gigalikka analog varianti hisoblansa, bularni barchasini tok bilan ta'minlash uchun 600 vatli budjet bloklarni ta'minlangan. Sababi i3 10-avlod deyarli o'zi tok yemaydi hisob. Hozirgi kundagi prosessor bilan solishtiradigan bo'lsak, bularning barchasi mana shunaqangi o'zi aslida ofis uchun mo'ljallangan, lekin shunaqangi ixcham o'yin zborkalarni amalga oshirish mumkin bo'lgan ZTTech кейsiga yig'ilgan hisoblanadi. Undan tashqari ushbu kompyuter bilan siz Premiere Pro'da bitta, hattoki ikkita kamerali Full HD montajlarni, marosim, tadbirlarnikini yoki shaxsiy brend uchun Full HD bitta kamerali YouTube uchun to'y yoki podkastni bemalol montajdan amalga oshirsanglar bo'ladi. Agar 4K montaj qilmoqchi bo'lsanglar ham video kartani kuchi yetadi-yu, prosessorga endi ko'proq effekt ishlatib olsanglar sal qotishi mumkin, lekin 4K da ko'p effekt tashamasdan qirqib, ulab, rang berib, perxotda tashlab yengil montaj qilsanglar, hatto 4K bitta kameralini montaj qilishinglar mumkin. Mabodo proxy qo'ysalar bo'ladi. Ya'ni xullas boshlang'ich darajada montajni boshlamoqchi bo'layotganlar uchun bemalol yetarli. Keyinchalik misol uchun i3 ni i5 qilsanglar bo'ladi, SSD ni 512 yoki 1 qilsanglar bo'ladi. Video kartani olib tashlab, misol uchun o'rniga 1660 supermi, 2060 supermi qo'yishinglar mumkin bo'ladi. Xullas $250 atrofida kompyuter qidirib yurganlar uchun yana bitta ajoyib variant deyishim mumkin. Albatta ushbu kompyuterni Made in PC, ya'ni Sergey aka do'koni orqali xarid qilishinglar mumkin. Albatta garantiyasi bor. O'zbekiston bo'ylab ham yetkazib berish xizmatlari mavjud. Uni do'konga murojaat qilgan paytingizda so'rab olishinglar mumkin. Hatto bundan ham arzonrog'i va hatto $1000-1200 atrofidagi kompyutermi yo 1,5 xullas sizlarning budjetinglar qanaqa bo'lsa, aynan shu budjetga to'g'ri keladigan kompyuterlarni
Medium PC orqali olishingiz mumkin, hatto o'zingizlarnikini sotishingiz, upgrade qilishingiz, kuchaytirishingiz ham mumkin. Sizlar esa keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Endi navbat Counter 2dagi testga. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoro 2U2 8 ta modul, effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.